buniki. Ferman, yolunu yasaş üçün yol boydaki yerlerini ötküzüp almakçı. Aslida yo'lni kengaytmoqchi-da. Bayğocam, sizlarning yerlari nayt ko'p. Bu davlatga to'kib qo'shadigan yaxshi fursatchimi? Bu michikning qo'lida yer bo'lmasa, shamol yeb havoga kiramdim. Tazim. Mijit ağa, sizlar ne bo'ldinglar? Padişah yerini elib olsa, oshliq teriydigan yerimiz qolmaydi. Shundoq, endi qanday qilamiz? Padişahını tuluqlum pul berdi davatmamdı. Bu yerlerinin hemmisini Baygocam'dan icarıga algan toluqlumu pul Baygocam'dan koluğa düşüdü. Biz Qadir mollamni izlab amal topaylik. Men padişahga bir parcha maktub yozdim. Yo'l yasash haqida taklif fikrimni berdi. Padişahның mollamның teklifini qabul qilishni umid qilaman. Xatni men olib beray. Abbas akam bevasa padişahga topshirib berdi. Ma'qul. Meni nemişga ursan? Öyle beş batmağın iştirsa berip işlerini qilmay nemiga hangı qilib o'ltirla? Xotin, men hangı qilib o'tamidim. Beshim qetib ketib otdi. Nemiga boshlari qotdi? Mola sol yig'ilgan fasl kelay deb qoldi. Lekin podshoh yerlarni o'tkazib olib yo'l yasamoqchi ekan. U yo'l bizning yerimizga to'g'ri keladi ekan. Mobadi ijorini yig'ib olmasak, yerimizni qaytirib olsa, undaqda qanday qilamiz? Pullarım. Vah, padişah yo'l yasmoqchi bo'lsa, cho'qim ko'p pul xashlab yerimizni setib oladi. Uni qandaqmi azroq ijara bilan selishtirib bo'lsin. To'g'ri. Hozirgi muhim masala, biz oldi bilan u yerlarni qaytirib olib, bo'lisini o'zimiz olaylik. Bo'lamdi? Ras. Taqay. Nima ish qilmaysan? Nasriddin. Abbas aka, nega bormoqchi edingiz? Padişah meni xaloyiqning yo'l o'ngshashga bo'lgan fikrini bilib kelishga evatdi. Men sizni izlab yordam so'ray deb turgan. Padişahga bu xatni yetkazib qo'ygan bo'lsangiz. Chataq yo'q, maqni topshir. Xaloyiqning hammasi ansirayotdi. Keyin yer bo'lmasa, qanday hayot kechiramiz deb. Xotirjam bo'lgin. Bu qitim padişah nag'ayt ko'p to'liqlim pul berdigan bo'ldi. Qancha ko'p to'liqlama pul bo'lsa-mu baribir tugaydi. O'zining kuchiga tayinib ish ko'rgan afzaldir. Uning ustiga to'liqlama pulni ilibla xaloyiqning hammasi emgak qilishni xohlamaydi. Nag'ayt to'g'ri deding. Men buni aynan padişahga yetkazaman. Javob atdingiz Abbas aka. Mayli. Nimani puravatsa? Yura, berib ko'rib baqaylik. Bu yil savzi nayt bek o'xshabdi. Shundoq Bayğocam, bu yil tog'dan kelgan suv bak ko'p. Savzi oldingi yildagidan bak o'xshadi. Shundoq yaxshi o'sibdi. Cho'qim yerdagi quvvatlarni qabul qildi. Bu qitim ijorini o'stirishim kerak. Bayğocam, sizni chaqchaq qilishga bak usti keldi. Kim sana chaqchaq qildi? Sening savzang mening yerimdagi quvvatni qabul qildi. Hammasi mening yerimniki. Ijorini o'stirmasam ziyon tortmamdim. Bayğocam, qanchalik o'stirishni o'ylayapsiz? Birasa. Bayğocam, nimandoq ko'p? Agar to'layamsan, yerlarimni qaytirib olaman. Ay, kim? Bayğocam, yer siliniki, lekin g'usulni silib olmagan. Mijit tog'amning jafoliq amgigi badliga kelgan. Nasriddin, yana senmi? Bir yoqqa o't. Meningcha asli va'dalarda turmadilar. Bundaq bo'lsa, keyin kim sizlarning yerlarini ijara? Mening ijara bagim yo'q. Bayğocam, sizlar yerlarni ijara bermisizlar, biz qandoq jam boqimiz? Darvaqa, sening ijara topshiradigan puling yo'q. Undaq bo'lsa, usulning yerning ustirikini sen al, astirikini men olay. Qanday? Yo'q, bundaq ishlar qandoq bo'ladi? Nima ish qilib bo'lmaydi? Bayğocam, sizlar bakmi yo'lsiz kellar. Yer meningki, mening deganim hisob. Savzi bilan hisobotni tugutayli. Bayğocam, yana nima yili o'ylayotgandi? Ustidiki, astidiki. Yanglar, yemisanglar Bayğocam epkidi. Ustidiki, astidiki. Topdim. Men amal topdim. Taqay, to'xta.
Bayxo'jam, biz sizlarga ijara haqqini topshirg'ili keldik. Bayxo'jam, sizlar olmoqchi bo'lgan narsa mana harvada. Meni so'zlab qani. Ha, so'zlab qani. Bu nima? Bayxo'jam sizning deganlari bo'yicha sabzining ostini sizlarga ep keldi. Sen meni ochiqdan o'ltiray demsan. Bayxo'jam, bularning hammasi ostidagilar. Mana. Bu nima? Ha? Mening olmoqchi bo'lganim so'zlar. Meni zona qilishyapsan. Sizlarni zonni qilishga haddimizmi? Sizlar ustidagisi ostidagisi degan. Biroq yerning ustidagisi yoki ostidagisi demagan. Meni salon ko'rib qoldingmi? So'zi degan mushunda qo'ysamdi. Tez berib akilish. Bayxo'jam, aldirmaslar. Xaloyiqning hammasi sizlarning qizil burunlarini bir tip savziga o'xshaydi deyishgan. Qo'llaringizlar baqslar, sizlarning burunlari ustidami yoki ostidami? Nasriddin, seni bo'sh qo'yib o'tmayman. Qo'g'lishlar, qo'g'ilmamdilar? Qappaldi. Coşur, sen küle, yeni küle. Seni icra hakkını östürmen. Bunu da şubuzdan bahtı bile döneysen. Yerlerdeki barlık osunu alımen. Hatta yupurmakları ordunu alımen. Aldirma, vaqt kelganda amal tepiladi. Taqay, kevazni yigilib bo'lmaydi. Qara, bu to'liq ichilgani paxta. Buni biz hammamiz terib olamiz. To'liq ichilmagani g'o'zisi, biz buni boyga beramiz. Nasriddin. Bayxo'jam, sizlar ijara haqqini yiqili keldinglarmi? Bayxo'jam, sizlar oladigan narsalarning hammasi mush yerda. Barliq usul meningki, lekin paxtcho, ha? Paxti qani? Bayxo'jam, kevaz degan gul, meva emas. Hammasi yo'qib ketibdi. Bayxo'jam, sizlar qarasizlar, yer ostidagi bu kevazning yiltizi, yer ustidagi kevaz yupurmig'i bilan barliq g'o'zalari. Bu nerdimi g'o'zi bo'lsin? Bu o'smagan kevazning puchqib qolgan g'o'zi ekan-ku. Talablarning hammasini biz qanoatlantirdik. Sizlar yana nima olmoqchi? Nasriddin, sen yana mening ishimni buzmoqchimi? Sen bilan xap. Ay, xotin astırak. Siz hech xatoliklarni tanimamdilar. Mening xatoligim emas. Bundan qepi, onlab yerini mi qaytira olammikan? Huzurni olamidiq. Yo'l yasash mushundoq avorchilikmi? Bu Aliylari, yo'l yasaydigan ishni yanada keyniga surayli. Sizmi mushundoq qaramsiz? Yer bo'lmasa, u yerni ijaraga olgan dehqonlar qanday turmush kechiradi? Xonishning degani yo'lliq. Abbos, Qulluq. yerning to'liqlam pulini dehqonlarga taqib beringlar. xo'p, farmon berdarman. Shoh oliylari donadir. Shoh aliylari dahnadir. Shoh oliylari donadir.